Bitta tasvir hozir pastda ko'ringan. Bu demo varianti uchun pastda ko'ringan, ko'ryapsizmi? Endi ilovaga yana ulaymiz qaytadan. Hammasini boshdan ko'rsataman yana. Ovozi ilovani o'ziga ulayapmiz. Birinchi bo'lib sozlamalarga kiramiz, Bluetooth orqali ulaymiz. Ovoziga ulanish. Asosiyga o'tamiz. Men hozirda ovoz ko'zoynaklarini test qilyapman. Ikkita qizga. Ha, bemalol. Wi-Fi ozgina qotyapmiz. Wi-Fi bilan ishlaydi. Hozir bir minut boshdan qaytaman. Wi-Fi sizda yaxshi chiqyaptimi? Wi-Fi? Bitta ko'ring-chi. Boshdan ulamoqman. Wi-Fi endi texnika chiqmayapti. Mingta odam ishlatayapti yana. O'zimnikiga ulab ko'ramiz hozir. Tak. O'zimnikiga ulamoqman. Vazifasi bu eshitolmaydigan insonlar boshqalar gapirganda o'sha gapini tekst ko'rinishiga o'girib chiqarib beradi mana ko'zoynak. Shunda eshita oladi nimani, to'g'ri o'qiy oladi. O'zimnikiga hozir ulayapman. Endi yaxshi chiqish kerak. Ko'ramiz. Qani o'zimnikiga ham bitta ko'ring. Yaxshi ekan. Tak. Okay. Uladik. Endi yaxshi ishlash kerak. Bu chunki Wi-Fi bilan ishlaydi, ozgina uzilishlar bo'ladi agar Wi-Fi bilan. Assalomu alaykum. Men ovoz ko'zoynaklarini test qilyapman. Mikrofondan foydalanishni boshlash uchun quyidagi tugmani bosing. Jonli transkripsiya. Hozirda hech qanday natija yo'q. Kod. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta chiqyapti. Bularda hozir bitta chiqyapti. Bitta umumiy matn bo'lib chiqyapti. 98% aniqlikda ishlayapti bu narsa. Ba'zi tovushlarni adashtirishi mumkin. Sizlarga ko'rinmaydi. Bitta bu yerda sizga ko'rinmaydi. Qanaqa? Qarang. Dizayn borasida 90% o'zgaradi bu narsani. Mana bu yerda bu narsasi mikrokontroller va batareykasi kichrayadi va mana bu yerga joylashtiriladi. Umumiy holatlarda ikkala ko'z uchun bo'ladi va zreniyani qo'llab-quvvatlaydi. Umumiy holatda buni og'irligi 30 grammdan oshmaydi. Shunda burunga ham anaqa zarar yo'q. Labing? Bu demo, bu MVP variant. O'shancha unaqa rezinkalar bilan qo'l-bola qilingan. Ko'ramizmi? Siz. Ozgina kutib turinglar, iltimos. Ishlatib turasiz. Mana bu narsani qo'lingizga. Atagi oynangni chiqarib beradi. Boshlaymiz. Hozir ulangan adashmasam. O'chirib qo'y.